Aynan shu lahzada men ijroiya farmonni imzolayman. U shahrimizni, nafaqat muhojir vatandoshlarimizni, balki Nyu-Yorkning barcha aholisini immigratsiya xizmatlari tomonidan suiiste'mollardan himoya qiladi. Endi ICE xodimlari sud orderisiz Nyu-Yorkka tegishli obyektlarga kira olmaydi. Bu degani, biz Nyu-York aholisi shaxsiy ma'lumotlarini federal hukumat tomonidan noqonuniy kirishdan himoya qilamiz va shaxsiy hayotimizga har qanday aralashuv urinishlariga qat'iy qarshi turamiz. Hech bir Nyu-York aholisi, masalan, bolalar parvarishi xizmatlaridan foydalanishdan faqat muhojir bo'lgani uchun qo'rqmasligi kerak. Ushbu farmon asosiy shahar idoralarini shahar qonunlariga rioya qilishga majbur qiladi hamda immigratsiya organlari bilan hamkorlikni tartibga soluvchi barcha